Baq etib kech ham kirib keldi. Kechqurunga manti qilaman deb 2 kun oldin erim bir qop un olib kelgandilar, o'shani hali joylashtirmagandim. Bugun xamirli ovqat qilaman va nihoyat unlarni ham joylashtiraman dedim. Bu bir qop turon unini tashqi ko'rinishini ko'rsatib qo'ydilar deb aslo o'ylamanglar qizlar, bu albatta reklama emas. Shunchaki biz shu turon unini juda ham yaxshi ko'ramiz. Buloq mantimizga, ya'ni oshirma mantimizga xamirlarni yumshoqqina qorib, ichiga yarim piyoladan kamroq yog' qo'shib yuboramiz va tuzli suvlarni tuzini sal pastroq qilib qoramiz. Tuzlarni pastroq qilsak, xamirimiz yaxshi oshadi. Xamirimizni issiq pechkamga qo'yib qo'yib, oshgunga qadar hovularimni gir aylanib sipirib chiqdim. Kuz mavsumi bo'lgani uchun daraxtdan xazonlar ko'p tushadi. Vaqtida sipirib olib tashamasa, shamol u yoqqa bu yoqqa uchirib, hamma yoqni to'zitib tashlaydi. Qizlarjonlar, bilasizlar, bunaqa havoda suv sepib sipirmasa ham bo'laveradi. Ham sovuq va supurganingizda nam tortib qolgan tuproqlardan chang chiqmaydi. Dorda osilib o'tirgan kiyimlarni ham yosh bolam bo'lgani uchun shomga qolmasdan yig'ishtirib oldim. Qizlarjonlar, sizlar kirlarni qanaqa yoyasizlar? Ayrim kelinlar, uy bekalari kiyimlarini yuvib bo'lgandan keyin teskarisini qilib yoyar ekan. Buni nima farqi bor bilmayman, o'ngi va teskarisini qilib yoyishni. Buloq mantimizga qiymalarni ham to'g'rab, kartoshka, go'sht, piyozlarni mayda qilib to'g'rab, ziravorlar bilan qorishtirib va nihoyat xamirga gal ham kelib, mayda zuvalachalarga bo'lib olib, tayyor hosil qilgan qiymamiz bilan tugib olamiz. Har safar manti qilganimda go'shtni o'zidan qiyma qilardim. Bu safar 2 dona kartoshka ham qo'shib oldim. Bolalarim bugun xonim qilib bering iltimos deganda, lekin xo'jayinim manti qila qol dedilar. Shuning uchun ham 2 dona kartoshka qo'shib yubordim va qo'l bola souslarni tayyorlab, kechki ovqat taraddudini ko'rdim. Videom sizga manzur bo'lgan bo'lsa, menga albatta obuna bo'lib qo'ying.